Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va obunachilar. 2026-yil 19-avgust holatidagi pishgan qishlarimiz pishgan holatini ko'rishingiz mumkin. Holatlari o'ta ideal holatda, sifatli pishgan qishlardan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab pishgan narxlarga yetkazib beramiz. So'limaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan Bag'dod ishlari. Xomush so'raganlarga xomushlarimiz ham bor. Narxlari Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida joyida 350 so'mdan bo'lyapti xomushlarimizni. Pishgan qishlarimizni esa 750 so'm. Kimga shunday sifatli xom pishgan qishlardan kerak bo'lsa, bemalol qachib ko'ramiz. Yo'q esa hozir chiqqan holatda xomushlarimiz. Kimga shunday sifatli qishlardan kerak bo'lsa, butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Kelsa narxlarda bemalol aloqasi ko'rasiz.